Hamda javmaji yeyish uchun sirtda o'chiratib turmay o'z qo'linglar bilan manliq payiz javmajini tayyorlab beqinglar do'stlar. Sirtdagi cho'ng oshxonalarnikidan qilishmog'idek ta'mi shunchalik payiz chiqadi. Aldı bilan to'xuni 20 minut atrofida qaynatib bo'lgandan keyin so'ng piyoz, zanjivil, samsoq, kavachin hamda dapanji las silib bir qo'shiq tuz silib etib yana 1 soat atrofida qaynatib pishirib olamiz. To'g'ri go'shti sal suvgandan keyin o'zimiz yaxshi ko'radigan cho'nglikda qo'limiz bilan filmda ko'rsatilgandek tutib olamiz. Andan tofu piyini qaynayotgan suv silib birli qaynatib olamiz. Qozonga may qo'yib keyindili kavachini silib mezdilik buruq chiqqanda so'ng piyozni solamiz. Yana nechtal dapanji lasini tashlab etamiz. Andan ustiga bayatdan to'g'ri pishirgan to'g'ri sho'rpasini muvofiq miqdorda qo'yib 15 minut atrofida qaynatib tang tayyorlab olamiz. Tangning tamtid tutqunlariga tuz, qarmush, jijing solamiz. Do'stlar ko'rib mushay kapslar qo'shmaganlar qo'shib elinglar har kuni yangilik mazmunlar bor. Qo'llash bek oz bo'lib qelyapti do'stlar, eldan elga nab topdigan men sizlar uchun har kun izinib yaxshi mazmunlarni tayyorlashga tirishyapman. Sizlarning ajrim uchun bir tal yurakni besib qo'ygan bo'lsanglar, go'shtning ustiga pishib bo'lgan tofu bi azroq piyoz, ko'k qizilmish solamiz hamda qaynab tayyor bo'lgan tangni qo'yib aralashtirib bo'lgandan keyin 2 tal ko'k piyoz silib etib iste'mol qilsak bo'ladi. Shuning bilan ta'mi kep ketmagidek javmaji pishdi do'stlar. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, inkas rayonga qaqsiz gullaringlarni avatib qo'ygan bo'lsanglar, qo'llig'ingizga rahmat.